Assalomu alaykum futbol fanatlari. Bugun sizlar bilan o'zbek va jahon futbolidagi eng so'nggi va eng qaynoq yangiliklarni muhokama qilamiz. Do'stlar, videolarimiz ko'p olamlarga yetib borishi uchun videolarimizga like bosing va fikringizni yozib qoldiring. Bu biz uchun juda ham muhim. Hammani xabar bor, kuni kecha Real Madrid Benfica uchrashuvi Chempionlar Ligasi doirasida Vinicius bilan bog'liq mojaroni hamma eslasa kerak. Bu mojaroda irqiy kamsitilish Vinicius uchun og'ir kechgan ko'rinadi. Vinicius o'z bayonoti bilan hammani hayron qoldirdi. Hozir shu bayonotni sizlarga o'qib eshittiramiz. Vinicius Chempionlar Ligasi doirasida Benficaga qarshi o'yinda yuz bergan voqea haqida shunday deydi. Men gol urganimdan so'ng emotsiyalarga berilgan holda, xursand holda maydon markaziga qaytayotgandim. Shu payt Benfica futbolchisi Gianluca Pristen menga qarab haqoratomuz so'z ishlatdi. U menga nisbatan kamsituvchi ibora ishlatdi. "Ey qoravoy, o'zingni bos." Men darhol hakam yoniga bordim. Vaziyatni tushuntirdim. Hakam o'yinni to'xtatdi. Shu orada stadionda shovqin ko'tarildi. Muxlislar vaziyatni noto'g'ri tushunishdi. Mourinho yonimga kelib nima bo'lganini so'radi. Men hamma narsani tushuntirdim. U esa buni hal qilamiz, futbolchim nomidan uzr so'rayman dedi. Keyinroq jamoadoshim Mbappe ham vaziyatga aralashdi. Mourinho uni ham tinchlantirib, masalani nazoratga olishini aytdi. Shundan so'ng Benfica futbolchilari bilan ham kichik tortishuvlar ham bo'lib o'tdi. Prezident menga istamaygina yuzaki tarzda uzr so'radi. Ochig'i bu uzr samimiy tuyulmadi. "Ha do'stlar, men qoraman. Buni o'zim tanlamaganman. Har bir insonni yaratgan har xil qilib yaratadi. Men qora tanli ekanligimdan uyalmayman. Ammo irqchilikka qat'iy qarshiman. Futbolda bunday holatlar boshqa kuzatilmasligi kerak. Shuning uchun ham bu ishni qilgan futbolchilar albatta jazolanishi shart." Vinicius Junior shunday jumlalar bilan o'z so'zini yakunladi. Do'stlar, irqchilikka biz ham qarshimiz. Kimnidir kamsitishdan oldin Alloh borligini eslang va albatta bu narsa qaytishini hisobga olish zarar qilmaydi. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.